Assalamu alaykum muhtaram qarindoshlar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bölümü Tor televiziyasining haftalik xabarlar sahifasi. Bu sahifamizda bu hafta jarayonida berilgan muhim xabarlarni bir qator tanishtirib o'tamiz. Men Gulchehra. Men Erkin. Aqsu shahri qo'sh 11 turlik tuzum belgilab, jamiyat muqimligini egallash chorasini yo'lga qo'ygan. Aqsu hukumat to'g'rida ko'rsatilishicha, bu 11 turlik tuzum xizmat atrati va mazkur atratdagi xizmatchilarga ayrim-ayrim chiqarilgan. Tuzumda har bir xizmatchi har kuni eng oz deganda 5 oilada tekshirish ilib berish, har bir xodim bir nuqtalik shaxs bilan aloqa o'rnatib, o'zgartish tarbiyasini ishlash, har haftada bir qitim g'alati kiyingan yoki soqol burutlari odatdagidan farqli bir odamga tarbiya ishlash qatorliqlar ko'rsatilgan. Bu xil tuzum Aqsu shahri Obod mahalla komitetida 7-iyul kuni rasmiy yo'lga qo'yilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, mazkur tadbirlar jamiyatning muqimlik asosini puxtalash maqsadida e'lingan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bayonotchisi Dilshod Rashidning bildirishicha, bu xil tuzumlar Uyg'urlarning kishilik huquq va shaxsiyatiga og'ir daxl yetkazadi ekan. Pakistonga yotliq bo'lib Pakistonga yerlashgan bir Uyg'ur ayol qiynoqlarining zo'ravonlik sababidan 4 bolasini olib uydan ketishga majbur bo'lgan. Navbatda u 4 bolasi bilan Pakistonning ma'lum bir shahrida mo'kinib turmoqda. Mazkur Uyg'ur ayolning ismi Asiya bo'lib, asli Korli shahridan ekan. U 15 yil ilgari to'y qilib Pakistonga kelgan. Uning radiomizga bildirishicha, yo'ldoshi 5 yil burun tijorat bilan Uyg'ur eliga ketib, izdireksiz yo'qolib ketgan. Buning bilan yo'ldoshining qarindoshlari Asiyaga boshda toptani qilgan bo'lsa, keyin uni tillashga va urushga boshlagan. Asiya 3 oyning oldida qiynokisidan bir qitim og'ir tayoq yegandan keyin 4 bolasini olib qochgan. Biz egallagan ma'lumotlarga qaraganda, Asiya va uning 2 bolasida Xitoy pasporti bor ekan. Asiya Pokistonda turishli Xitoy elchixonasidan yordam so'ragan bo'lsa-mu, lekin elchixona uningga yordam bermagan. U navbatda Pokistondagi Uyg'ur muhojirlarining homiyligida jim boqmoqda. O'tgan hafta Norvegiyada yashayotgan bir Uyg'ur Al-Qoida tashkilotiga chetishlik deb ayblangan va qo'lga ilingan edi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur Uyg'ur gumondor o'z ismini Mikhail Davudga o'zgartgan ekan. Xabarlarga qaraganda, doiralar yetarli paket to'plash uchun Mikhail Davudni tutib turish muddatini yana 1 oy uzartgan. Norvegiyada chiqarilgan bir qism matbuotlarda Mikhail Davudning aslida Norvegiyaga hujum qilish emas, balki Norvegiyadagi Xitoy elchixonasi qatorliq Xitoyga tava o'rinlarni portlatishni planlagan bo'lishi mumkinligi bayon qilingan. Halbuki Mikhail Davudning advokati uning portlatish plani tuzganligini rad qilgan. Ikkinchi navbatlik Dunyo Sharqi Turkistonlik qarindoshlar uchrashishi 7-oyning 11-kuni muvaffaqiyatli oxirlashdi. Uchrashish 7-oyning 7-kuni Istanbulda boshlangan edi. Yig'inda vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarning milliy kimligi, tili, dini, urf-odatlarini qo'g'dab qilish uchun qanday qilish kerakligi haqida muzokara olib berilgan. Muzokarada Uyg'ur kimligining islom dini, Uyg'ur tili yoziqi, Uyg'ur urf-odatlari va tug'ilgan yurti Sharqi Turkistonlik ekanligini ifodalanganligi muayyanlashtirilgan. Sıdıqacı Rozining Davlat Majlisiga yo'llangan Maktublar nomli kitobi nashrdan chiqdi. Kitobni Istanbul Tehlimakan Uyg'ur nashriyati nashr qildi. Bu kitob jami 308 bet bo'lib, kitobga kirish so'zidan boshqa 33 parcha maktub kirgizilgan. Mazkur kitob 1999 yildan 2007 yilgacha avtor Sıdıqacı Rozi apandi Amerika Davlat Majlisi sobiq Amerika prezidentlaridan Clinton, George Bush va kishilik huquq tashkilotlariga yozgan maktublardan tarkib topgan. Kitobga yana 2007 yili 6-oyning 5-kuni Prezident George Bush Chex Cumhuriyati poytaxti Praga shahrida Rabiya Qodir xonimni qabul qilgandan keyin Sıdıqacı Rozi bilan Rabiya Qodir xonim Oqsaroyga yo'llagan 14 modellik maktub kirgizilgan. Germaniya bosh ministri Angela Merkel xonim Xitoy ziyoratini davomlashtirmoqda. Germaniya Yeşillar Partiyasi va Germaniyadagi Uyg'ur tashkilotlari uning Xitoy ziyoratidan burun Angela Merkeldan Xitoy ziyorati jarayonida iqtisodiy masala bilan cheklanib qolmay, kishilik huquq xotirasini yaxshilash, xalqaro adliya o'lchamlari va ahdinomlarga rioya qilish jihatlarida Xitoyga besim ishlatishni talab qilgan. Germaniya bosh ministri Angela Merkel xonim 16-iyuldan boshlab Xitoyda 2 kunlik ziyorat olib boradi. Merkel xonim juma kuni Xitoy bosh ministri Wen Jiabao qatorliqlar bilan ko'rishib, iqtisod va ikki taraf o'rtaq ko'ngil biladigan masalalar ustida so'zlashgan.
Bu Angela Merkel'ning Germaniya bosh ministri bo'lgan 5 yildan beri 4-chi qitim Xitoyni ziyorat qilishidir. 19 iyul Amerika Davlat Majlisida 5 iyul Urumchi vaqasidan keyingi Uyg'ur vaziyati haqida yumaloq ustal muhokama yig'ini chaqirildi. Yig'inni Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komiteti uyushtirgan bo'lib, yig'in Amerika Kengash palatasi binosida o'tkazildi. Bu muhokama yig'inida Urumchi namoyish yuz berib, 1 yil keyingi Uyg'ur eli vaziyati va kelgusi munozara qilindi. Munozara yig'iniga davlat mudofaa, kishilik huquq, savdo muomala va Osiyo bexatarligi sohasidagi mutaxassislar va xalqaro jug'rofiya tadqiqotchilari qatnashmoqchi. Xanbin yezisida Xitoy soqchilari bilan Uyg'urlar o'tirisida to'qinish yuz bergan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bayonotchisi Dilshod Rishid to'qinishda 3 Uyg'urning yaralanganligini bildirdi. Ma'lumotlarga qaraganda bir hafta burun G'ulji Xanbin yezisining soqchilari yezidagi Oltin Olma oshxonasida odam tutgan. Bu jarayonda soqchilar Uyg'urlarni qattiq urgan. Oshxona sirtida turgan necha 10 Uyg'ur buningdan qattiq norozi bo'lib, Uyg'urlarni urmaslikni talab qilgan. Natijada soqchilar bilan bu Uyg'urlar orasida to'qinish kelib chiqqan. G'azabga kelgan Uyg'urlar soqchi avtomobillarni o'rib etgan. To'qinishda 9 odam qo'lga olingan, 5 odam ma'muriy jihatdan to'xtatib qo'yilgan. Vaqadan keyin soqchi doiralari atrofdagi barliq ko'chalarni qattiq qamal qilgan. Bu 2009-yildagi 5-iyul vaqasidan keyin yuz bergan jiddiy voqealarning biri deb qaralmoqda. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, yuqorida sizlarga haftalik xabarlar sahifamiz bo'yicha bu hafta jarayonida yuz bergan muhim xabarlarni eslatib o'tdik. Kelar qitim ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xushvaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.